Kamdan kam chiqadi. Maslar deydi-yu, mana joyimiz uzunligi. Sami gilamni bitta o'q bilan ikkita joyda urasiz. Ham somor magazinda bitta urasiz, orqasida uyi ham bor. O'bshi 5,5 sotiklik katta yo'lni bo'yida Marg'ilonda turibmiz. 10 yo'lida ko'rasizlar. Batlar 20 ming, 30 ming, 40 ming dollargacha 1 sotigi, 5,5 sotik. 3 sotigi naturalga 300 kvadratga birinchi etajga magazin, ikkinchi, uchinchi etajlariga somor tushgan. Somorlarimiz o'bshi xonasi 22 ta xonasi bor. Uyimiz esa 2,5 sotikga turar joy bo'lgan, gaz, suv, svet, kanalizatsiyasi bor. Uyimizga 8 xona tushgan. 8 ta xona, 4 ta sanuzel, 2 ta oshxona, bitta zimniy, bitta letniy oshxonasi. O'sha podvali bilan 8 xona hisoblayapmiz. Pastki raqamlar egalari, telefon qilinglar. Uyini hozir 100 ming, 120 ming hisoblasangiz, mana magazin naturallarni 280 ming, xullas 380 ming. O'bshi summasi kami bor. Kelishtirib beriladi, prosta narx aytilyapti. Hozir sotigini ham hisoblasangiz 100 mingdan o'tadi. Orqada uy ham 100 mingda atrofida uy. Mana bu narsa sizga vaqtli hisobda yaxshi skidka narxida tushadi. Sababi katta yo'lni bo'yi hozirgi kunda to'g'ri 1-2 yilda pulini chiqaramiz, lekin bu biznesda puli bor odamlar biladi. Olib qo'ysalar ko'chmas mulk. Telefon qilinglar, sizlarga baraka qilib yuboramiz.